Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz bilan gaplashgandik. Taksigami? Taksiga. Aka. Rahmat. Lokatsiya bo'yicha. Kamarimni taqib olay, istirahat qilib qo'ying. Yaxshi bo'ladi. Shunaqa qiling. Allo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu kiberxavfsizlik xodimining nomerimi? Ha, to'g'ri tushdingiz. Men hozir bitta masala bo'yicha telefon qilyapman. Hozir Telegram akkauntimga bitta tanishimdan IBga chaqiruv degan fayl kelyapti. Appliga. Ochdingizmi? Ha, hozir shuni bosuvdim. Ozgina telefonimni uyarlar o'zgarish bo'lyapti. Aslida bu qanaqa xavfli narsa emasmi deb so'rayapti. IBga chaqiruv deganiga ochibman. Xavfli edi-da bu. Hozir Play Marketga kiringda, shunda antikiber qalqon degan ilovamiz bor. Shuni yuklab olib, ruxsatnomalarni ochib qo'ysangiz, telefoningiz zararsizlantiradi. Chunki u zararli faylni o'zi o'chirib yuboradi. Iloji bo'lsa uyingizdagilarga ham o'rnatib bering buni. Xo'p bo'ladi. Xavfsizlik uchun. Xo'p. Siz ham chaqirgan bo'lsangiz suv beraman. Shatto. Ichganmisiz? Yo'q, hali ichib ko'rmadim lekin. Endi ichib ko'ring. Aydi yillar, o'sha gullar, ochilgan bog'aroq sof. O'sha gullar bilan go'zal bitta sanam meni qiynab bo'ladi dilozob. Ko'zlar xumor, uni takror ko'raman deb yo'llarida zor intizor. Lek u go'zal bilmas buni, yuragimda sog'inchli so'zim bor. Qaramadi qayrilib, so'ramadi bir kelib, so'ramadi bir kelib, u go'zal holimni qaramadi qayrilib, sevganimni u bilib, atayin yondiradi dilimni. Yaxshi bo'lsa yaxshi ko'raman. Sizga yoqdimi? Ha, hozir aytib beraman. Yoqdi, zo'r chiqdi. Yaxshi ko'rgan qo'shig'imni o'zi. Ha, yo'q-e? Topib aytdingiz. Bilaman ekanda. Singlim shonasi keldi shekilli. Keldik shu yer. Rahmat aka, kayfiyatni ham ko'tardingiz. Rahmat sizga. Sizga rivoj. Rahmat. Sog' bo'linglar doim.